Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Jo'rmisiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Rahmat, ancha yaxshimiz. O'zimizga kelib qoldik. Kundan kunga ahvolim yaxshilanib boryapti. Biz shu O'zbekiston Respublikasidanmiz. Sherali akam orqali Hindiston bilan aloqaga chiqib gaplashib bu yoqqa keldik. Bu yoqda bizni Nasimxonaga kutib oldi. Lichenalarni olib, mana tugatdik, xudo xolasa bugun. Oxirgi lichenani olib keldik. Ahvolim yaxshi, Xudoga shukr, rahmat. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Biz O'zbekistondanmiz. Biz Qozog'istonlik Chimkentdan Sherali orqali bu Hindistonga keldik. Bizni mana tarjimonimiz Nasimjon bizni kutib oldi. Mana o'g'lim ahvollari ancha yaxshi. Ulardan juda ham minnatdorman. Dorilarini har doim vaqtida bo'lyapti. Bizni vaqtida kutib olib, doktorlarning oldiga borib, qanaqa muammolarimiz bo'lsa yechib beryapti. Ularga ham rahmat aytaman. Men Nasimjonga, Sheraliga ham biz bu narsalarni umuman kutmagan edik. Kutgan mana hollar bo'lyapti. Xudo xolasa buni buyog'i undan ham bir yaxshilik bo'lishiga umiddan qilaman. Mana kundan kunga o'zgarishlar bo'lyapti. Shu yerdagi doktorlarga ham, hammasiga ham Allohdan rozimiz. Ularga minnatdorchilik bildiramiz. Biz bu bolani bitta ko'zini operatsiya qildirdik, ikkinchi ko'ziga shoh parda qo'ydi. Yana ko'zlariga ukollar oldik. Bularning natijalari ancha yaxshi bo'ldi. Biz O'zbekistonda bu narsalar hali bo'lmagan edi. Mana Hindistonga kelib shu narsalarga erishdik. Xudoga shukr, mana alhamdulillah o'g'lim ancha o'zgarishlar bo'lyapti. Mana bizni ko'zimizga qarab, mana boshimiz qayerda, bu yerda nima turibdi, shularni ancha ko'rib qoldi. Xudoga shukr. Yana bular aytishdiki, 2-3 oy ichida juda ham yana o'zgarishlar bo'ladi deyapti. Mana o'zim guvoh bo'lyapman. Kundan kunga o'zgarish bo'lyapti, yaxshi tomonga bo'lyapti. Bu yerdagi hammasiga rahmatlar aytaman.